Bir kunlik damdan keyin xudo xolisa ish jarayonlarini boshlab yubordik. Trekker bir mashinasini olib qolganmiz. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni stenga turganda orqaga urib olishibdi. Mana shu holatda kraskalar ham ko'chgan. Xudo xolisa buni miatinalarini chiqarib, kraska ko'chgan joylariga avtokosmetikali kraskalarni to'ldiramiz. Ish jarayonlarini mashinamizdan ham xudo xolisa eshigini miatinalarini chiqarib bo'ldik. Rahbariga e'tibor bersa, shagirlari xudo xolisa hammasi ideal holatda turibdi. Ana endi kraska ko'chgan joylariga kraskalarni to'ldirishni boshlaymiz. Kollektiv bo'lib ishlash ham boshqachada. Kollektivda aktiv bo'lgan odamlarni juda yaxshi ko'raman. Mana shu okamlar butun ishxonani mashinasini faqat menga ishonib topshiradilar. Yolg'on bo'lmasa bir 9-10 mashinalarni olib keldilar. Xudo xolisa ishonchlarni yana bir karra oqlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin, miatinalarni chiqarib, shagirlargacha to'g'irlaganmiz. Kraska ko'chgan joylarga ahamiyat beringlar. 99% bilinmagan darajada bo'ldi. 1% endi yaxshi ishlab yotib olib qarasa bilinadi. Agar ham xudo xolisa sizlarga mashina sifatli xizmatli kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin.